Marcel Zairov, Rinat Hayretdinov. Kurash boshlandi. Marcel Zairov bizning turmushi bilan Nurlat tubagidan haligi kurashni yorishlarni tomosha qilishga kelgan shulay Nurlat rayoni boshlig'i Ravil Akraimov Qodirov yerida o'tiradi. Yo'q. Olim Saralbey. Bugungi kunda Almat Donyaqli Rossiyaning sportchisi O'zbekiston Tatariston hamda Rossiya chempionatlarida jangga yo'llab avtomat ravishda Rossiyaning sportchisi ismidan loyiq bo'ldi. Turmush yurtdoshi Oliya bilan Almir ham Radmir degan yigitlar o'stiradi. 2014-yilda eng yaxshi kurashchi ismidan loyiq bo'lgan edi. Marcel Zairov. Qizil kurashga eskirtib, o'g'il kurashga. Rinat Hayretdinov. Shulay Tatar dunyosining eng tanilgan kurashchilarining birisi. Danliqli Hayretdinovlar naslidan Haydar Hayretdinovni baribir biladi, uning bir tug'anisi. Eskirtib yashil kurashga. Baltash rayonidan Yaqli 85-yilda tug'an Tataristonning ot qozongan sportchisi. Tataristonning 6, Rossiyaning 4 topqir chempioni. Hamid Botirlar baygesida da 2011 ham 2012-yillarda jangga yo'llagan kurashchi. Turmush yurtdoshi Layla bilan Irka ismli qiz ham Irak ismli yigit o'stiradi. Rinat Hayretdinov. Ham bilan chetida Ekranidagi katta kurashga. Ham bilan chetida Rinatning treneri, Tataristonning otqozongan treneri Damir Abaygo'ydir. Bizlar birgalikda 2 minut vaqtimizda kurashni davom etamiz hozir. Kurashlar o'rtaga. İkinci beyler. Kurash davom etadi. 2 minut. Tırtıralı birine bir aşkına da bu da buradan başladı. Kurashlar o'rtaga ma'qul. Topraktan oldu. Sana almayalım. Kulandagi sudya Lenar Bektemirov Sabah. Yonjak sudya Lenar Zinnatullin Beyikdov. Ham kulandagi ise Tataristonning ot qozongan sportchisi tanilgan kurashchi Zavshat Muhammadiyev. Kurash davom etadi. Tanlab taqdirga kirishlar yoqishlarning bosh hukmdori Tataristonning ot qozongan treneri Farid Tabish Shayxetdinov. Marcel Zairov, Rinat Hayretdinov. Geçen de o da tırkır kurashga, geçen de o.
3'e 1. 3'e 1. Bu parda Kengmesel olup, Baldaş'tan Halil Frenat kaldı.